Halol mehnat va fidoyilik e'tibordan chetda qolmaydi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, yurakdan bajarilgan ish baribir o'z natijasini beradi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni umrini dashtu yaylovlarda o'tkazgan. U bolaligidan cho'ponlikning mashaqqatini his qilib, bu kasbni hayot tarziga aylantirdi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Klara Elboyeva o'z mehnati bilan hurmat qozongan. Oddiy cho'ponlikdan katta bir xo'jalikning bosh cho'poniga aylangan. Uning hayot yo'li esa jasorat, mehnat va irodaning yorqin namunasidir. Muxbirimiz G'olib Amirov bu haqda batafsil hikoya qiladi. Cheksiz dalalar, yassi yaylovlar, quyosh tig'ida tovlanib yotgan adirlar. Bu manzaralar ichida umrini mehnatga, chorvaga baxsh etgan bir ayol yuradi. Qadam va qadam yillar davomida o'z yo'lini topgan Klara Elboyeva halol mehnat, sadoqat va fidoyilik timsoli. Bolaligidan chorva bilan yashadi, cho'pon oilasida tug'ildi, cho'pon xonadoniga kelin bo'lib tushdi. Qo'ylar bilan birga tong ottirdi, yaylovlarni kezdi. Bu faqatgina tirikchilik emasdi, hayot tarzi edi. Mana shu keng dala yerlarga maza qilib yuribmiz. Dunyodagi eng baxtli ayol, nafaqat ayol, ona hamman. Mana shu mollarni boqib, ikki qizimizni turmushga berib, o'g'limizni o'qitdik. Cho'ponlik oson emas. Issiqda oftob tig'ida, qishda izg'irin bag'rida yurish kerak. Har tong chorvaning tagidan chiqib, tun yarim bo'lib qolganda ham tinim bilmaslik lozim. Lekin bu mashaqqatlar ichida yashashga ko'nikkan, yaylovlarni o'zi uchun shinam uy, dalalar esa beminnat hamrohga aylangan. Tayoq, nima desam, qaynotamdan qolgan tayoq bu. Shuni biz turmush o'rtog'im bilan birgalikda ko'tarib, qo'ylarimizni boqib kelyapmiz. Bu tayoqni nima desam, hikmati ham katta deyshadi. Oradan yillar o'tdi. Fidokorona mehnat, kasbga bo'lgan cheksiz sadoqat oxir-oqibat o'z natijasini berdi. Klara Elboyeva ko'p yillik mashaqqatlari, sabr-bardosh va mehnati uchun davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Do'stlik ordeni faqatgina bir insonning emas, balki halol mehnatning fidoyilik e'tirofi. Do'stlik ordeni bilan mukofotlandim. Men bundan juda ham xursandman. Buni eshitib judalar xursand bo'ldim. Ichki nima desam, quvonchimni aytib bera olmayman-da. Shaxsan hurmatli prezidentimni o'z qo'llaridan olganimdan juda ham xursandman. Bunday yutuqlarga erishaman, bunday mukofotga sazovor bo'laman deb hech ham o'ylamagan ekanman. Bu hikoya barcha mehnatkash ayollarga, barcha fidoyi insonlarga ilhom manbai. Qanchalik og'ir bo'lmasin, yurakdan bajarilgan ish baribir o'z samarasini beradi. Issiq quyosh ortida, sovuq shamol bag'rida, cheksiz yaylovlar uzra aytilgan har bir duoning javobi bor. Klara Elboyeva hayoti esa shuni isbotladi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.